kechirasiz. Assalomu alaykum. Tekin shirinligingiz kelyaptimi? Mayli yo'q demasdimi buni? Mana uni ushlab turing-da. Aha. Orqamdan yuring. Mana oling. Voy, dahshat shirinlik ekan, ha? Avvallari ham bunaqa shirinlik yeganmisiz? Yo'q, hech qachon. Ko'zingizga nimadir tegib qolibdi. Artib oling. Hozir birinchi marta qayta ko'rishganmiz, eslaysizlarmi? Ko'chada. Mayli kattakon rahmat, mazza qildim. Mayli rahmat kattakon sizlarga. Aziz qara, seni video internetga chiqib ketibdi, sen zvizdasan. Bugun biz ko'cha supuradigan yigitni ko'rib qoldik va uni shirinlik bilan mehmon qilmoqchi bo'ldik. Biz ozroq uni hayoti haqida gaplashdik va qayerda yashashini so'radik. Ko'chada? Undan oxirgi marta qachon yaxshi ovqatlanganini so'radik. Yo'q, hech qachon. Bizni bu qilgan yaxshiligimiz uni yuragigacha yetib bordi, hattoki ko'z yoshlarini ham tiya olmadi. Biz shu narsaga qoyil qoldik. U ko'cha supuradigan bola bo'lsa ham hayotdan juda ham mamnun edi. Sweet House shirinliklari bilan har qanday o'ksik qalblarni baxtli qilishingiz mumkin.